Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi Abduraimova Zebnusoman. Bugungi darsimiz mavzusi tiflopsixologiya modulining predmeti, maqsad va vazifalari. Darsimiz rejasi. Tiflopsixologiya tarixi, tiflopsixologiya vazifa va maqsadlari, tiflopsixologiyada olimlar fikrlari va tadqiqotlari, tiflopsixologiya metodlari. Tiflopsixologiya qadimgi yunoncha tiflos ko'zi ojiz, ko'r, psixologiya ko'rish qobiliyati past odamlarning aqliy rivojlanishini, uni korreksiya usullarini o'rganadigan maxsus psixologiya bo'limi. Ilm-fan sifatida tiflopsixologiya dastlab o'z tarkibiga faqat ko'rlar psixologiyasini kiritgan. Hozirgi vaqtda tiflopsixologiyada ko'rishning chuqur buzilishi va ambliopiya, strabismus bilan og'rigan odamlarning xususiyatlari o'rganilmoqda. Tiflopsixologiya tarixi 19-20 asrlarda ko'zi ojizlar psixikasini tahlil qilishga birinchi urinishlar De Diderot ko'zi ojizlar to'g'risida ko'rish uchun xat asarida keltirilgan. Shundan so'ng ko'rlar psixikasi haqidagi asarlarda tendensiya aniqlanadi. Ushbu asarlarda ko'zi ojizlarning o'zlari aks ettirish asosida yoziladilar. Ushbu asarlar orasida eng mashhuri M. Sizerena ko'zi ojizlar haqida ko'zi ojizlar tavsifi asarida keltirilgan. 20-asrning boshlarida davriy nashrlarda ko'rish qobiliyati buzilgan odamlarning o'rganish jarayonining holatini aks ettiruvchi bir qator maqolalar paydo bo'ldi. Eng muhim va xarakterli asarlarni ko'rib chiqing. Vermeker ko'zi ojizlarning estetik tarbiyasi asarida ko'zi ojizlar uchun obyektlarning fazoviy va moddiy xususiyatlarini sezgir idrok etish juda qulay ekanligini ko'rsatadi. Muallif ko'zi ojizlarning ruhiy holati va shaxsiy xususiyatlarini tahlil qiladi. Uning fikriga ko'ra, ko'rish qobiliyati buzilgan odamlarda his-tuyg'ular va xarakter ko'pincha o'zgaradi. Ko'zi ojizlarning his-tuyg'ulari va tezroq rivojlanib, ko'rganlarga qaraganda to'liqlik va chuqurlikka yetadi. Mahalliy tiflopsixologiyaning paydo bo'lishi 19-asrning ikkinchi yarmida psixologiya fanining rivojlanishi bilan bog'liq. Ko'rish qobiliyati buzilgan odamlarni o'rganish muammolari Rossiyada 19-asr oxirida o'qituvchilar, psixologlar, shifokorlar asarlarida ishlab chiqila boshlandi. Davriy nashrlarda ko'rish qobiliyati buzilgan odamlarning aqliy rivojlanishi bilan bog'liq birinchi asarlar paydo bo'ldi. Ular orasida eng muhim ishlar: G.P. Nidler ko'zi ojizlarning eng baxtsizlari, M. Dyufer ko'zi ojizlar fiziologiyasi to'g'risida, G.I. Chelpanova ko'zi ojizlar psixologiyasidagi insholar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi 638-son qaror. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlarining tayyorlov sinflari uchun 11 nomdagi davlat ta'lim tashkilotlari va o'quv dasturlari ishlab chiqildi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlarining tayyorlov sinflari uchun davlat ta'lim tashkilotlari o'quv dasturlari asosida 4 nomdagi darsliklar tayyorlandi. Tiflopsixologiya fanining vazifalari quyidagilardan iborat. Birinchisi, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi va sog'lom bolalar psixik rivojlanishini taqqoslab o'rganish. Ikkinchisi, har xil darajadagi ko'ruv nuqsonida psixik rivojlanishning bosqichlarini o'rganish. Uchinchisi, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi shaxslarda psixik jarayonlar, individual xususiyatlarning o'ziga xos tomonlarini o'rganish. To'rtinchisi, ko'rish nuqsoni mavjud bolalarning psixologik, ijtimoiy, pedagogik korreksiyasini aniqlash. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning har xil muhitga moslashishi, ular bilan olib boriladigan abilitatsion va reabilitatsion ishlar yo'nalishi aniqlanadi. Tiflopsixologiyaning vazifalari
ko'rlik va ko'rish qobiliyatini qoplash mexanizmlarini o'rganish, ko'rish qobiliyati cheklangan odamlarning potensial imkoniyatlarini aniqlash, ko'zi ojiz odamlar bilan korreksion pedagogik ishning psixologik asoslarini ishlab chiqish, ko'rish qobiliyati cheklangan shaxslarni jamiyatga integratsiyalashuvning psixologik asoslarini ishlab chiqish. Tiflopsixologiyaning maqsadi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar ruhiyatining rivojlanishini kechikish qonuniyatlarini o'rganishdan iborat. Mualliflar ko'rish qobiliyati buzilgan odamlarning aqliy rivojlanishida turli xil muammolarni keltirib chiqaradi va kompensatsiya imkoniyatlari haqida gapiradi. Gapir Nedler ko'zi ojizlarning aqliy rivojlanishining chuqur o'ziga xosligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, odamni har qanday muhim tashqi hissiyotlardan mahrum qilish, hissiy organlari saqlanib qolgan odam qodir bo'lgan intellektual rivojlanish darajasiga erishishning muhim emasligiga olib keladi. 1909-yilda Krogiusning asosiy asari nashr etildi. Ko'zi ojizlarning ruhiy dunyosi. A. Krogius 20-asrning boshlarida taniqli psixolog bo'lgan, pedagogik tadqiqotlarda faol ishtirok etgan va pedagogika va psixologiya kongresslarida bir qator ma'ruzalar qilgan. Uning ko'zi ojizlar psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlarini o'sha paytdagi Rossiyadagi pedagogik xarakterning eng muhim vakillari qo'llab-quvvatlaydilar. G. E. Surov o'zining ko'zi ojizlarning fiziologik xususiyatlarining qisqacha eskizi asarida ko'rlarning psixofizik rivojlanishi haqida kuzatuvlari qisqacha umumlashtiradi. Asarning asosiy xulosasi shundaki, muallifning fikriga ko'ra, ko'zi ojizlik bu insonning psixofizik rivojlanishiga tubdan ta'sir ko'rsatadigan jismoniy nuqson. Bu organizm rivojlanishining jismoniy, aqliy va axloqiy tomonlariga ta'sir qiladi. Ko'rishga aloqador nuqsonlar kelib chiqish sabablariga ko'ra ikkiga bo'linadi: tug'ma va orttirilgan. Tug'ma nuqsonlar sabablari orasida irsiy kasalliklar, masalan, tug'ma kataraktaning ba'zi shakllari va boshqalar, homilador ayolning toksoplazmoz qizilcha kasalliklari bilan og'rishi, homila ko'rish organlarining embrional rivojlanish paytida zararlanishi, miya o'smasi va shu kabilar katta rol o'ynaydi. Tiflopsixologiya metodlari. Tiflopsixologiya umumiy psixologiya metodlaridan foydalangan holda ularni o'z ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartiradi. Metodlarga quyidagilar kiradi: laboratoriya, tabiiy eksperiment, kuzatish, faoliyat mahsulotlarini o'rganish, sotsiometriya. Ko'zi ojizlarda teri tuyish tuyg'usini o'rganadigan ish bilan bog'liq Geller ko'zi ojizlarning hayotga moslashish qobiliyati va G. Nedler ko'zi ojiz bolalarning dastlabki tarbiyasi. Geller terining sezgirligi chegaralarining o'zgarishiga asoslanib, teri tuyish hissi bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. G. Nedler buni ko'zi ojizlarni o'z kuzatuvlari orqali o'rganib chiqadi. Tadqiqotchilar ko'r odamlarda ushbu moddalarning normaga nisbatan sezgirligi oshishi to'g'risida shunga o'xshash xulosalarga kelishadi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun yangi texnologiyalar tizimi. Brail tizimiga quyidagilar kiradi. Birinchisi Brail alifbosi, ikkinchisi pribor, yozuv dastgohi, uchinchisi grifel, ignali qalam. Maxsus soat ko'rishda nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan Brail tizimi asosida yaratilgan soat. Maxsus uyali aloqa vositasi ko'rishda nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan maxsus telefon. Bundan tashqari, maxsus tarjima vositasi yozma nutqni Brail yozuvga o'tkazuvchi moslama. Bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.